Assalomu alaykum, hurmatli kanal kuzatib o'tirgan aziz do'stlar. Bugungi ko'chmas mulkimiz eski Jaloliddin menga berdi. 8TV kanalini yanına ko'rib turganingizdek 8TV yimında. Shuni yandan kirib kelganda shu domimizda yurtdoshlar. Yanımızda Sharq bozor, o'tgandan keyin Sitaboda o'tgandan keyin shundan kirib kelsam bo'ladi. Shuna shu domimizda 2 qavatli binoni, ikkinchi qavatında 2 xonali kvartirani sizlarga tanishtirib o'tsak yurtdoshlar. Yurtdoshlar, podez qismidan tanishtirib o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, podezlar ham akkuratli ekan. Remont qilib, bilan faqat kvartira remont etish kerak. Bismillahirrohmanirrohim deb kirsak, birimiz prixoshkamiz, kirgandan birimizda birinchi sanuzerimiz, hojatxonamiz bo'ladi. Bu yanimizda koridor oshxonamiz bo'ladi ayollarimiz uchun. Ko'rib turganingizdek, ayollarimiz uchun oshxonamiz. Bu yanımızda zakrytый 6 metrlik balkonu bo'ladi bularni. Kirpishi domda shuningdek bo'ladi yurtdoshlar. Ko'rib turganingizdek, zakrytый 6 metrlik balkoni. Bir remont qilib bersa joy qulay joy bo'ladi yurtdoshlar. Tak, bu yanımızda endi bu yanımız mehmonxonasi bo'ladi. Haqlovchilar bo'lsa, ishlab turgan bo'lsa, birdan shundan bo'lib, bu yerni o'zing koridor qilib, u yerdan ochib, endi kirpishi dom ochsa bo'ladi. Kattaytirib, uzaytirib, dev stenasini olib tashlab, перегородкасini olib tashlab, kattaytirsa bo'ladi. Bu yanimiz spalni. So'ng xonasi alohida bo'ladi. Yurtdoshlar, xonalari alohida bo'ladi. Bu yanimiz spalnisi. Spalnida endi patta-puttilari bor. Bu yerni hamma narsasini olib ketamiz dedi. Va taklatib beriladi ekan yurtdoshlar. Ko'rib turganingizdek, joyimiz narxi ekranda yozib turadi. Shu joyimizga layklarni bosib, do'stlaringizga tarqatishga yordam qilib beringlar. Joyimiz sroshi sotuvda yurtdoshlar.